Yozuvchi panensefalitni hisoblaymiz qizamiq kasalligini asoratida. Qizamiq kasalligi o'ta yuqumli virusli infeksiya hisoblanadi va bu virus kim uchun xavfli? 5 yoshgacha bo'lgan bolalarda, 20 yoshdan katta bo'lgan odamlarda, chunki ularda og'ir o'tadi, immuniteti past bo'lgan odamlarga va homilador ayollarga juda ham xavfli hisoblanadi. Chunki qizamiqni o'tkir davrida asoratlar rivojlanishi mumkin. Bu pnevmoniya, o'pka yallig'lanishi, otit, ichki quloq yallig'lanishi, laringit yoki diareya ichki ketishi kuzatilishi mumkin va ko'zda o'zgarishlar rivojlanishi mumkin. Va qizamiqning yana bitta og'ir asorati bu nevrologik asoratlar. O'tkir davridagi miya zararlanishi bo'lsa, bu o'tkir ensefalit qizamiqni klinik belgisi, formasi. Bu virus qondan miyaga o'tib, miyani zararlaydi. Bu ensefalit. Lekin virusning yana shunaqa xususiyati bor. 1 yoshgacha yoki 2 yoshgacha bo'lgan bolalarda qizamiq o'tkazgan bo'lsa, virus mutatsiyaga uchrab, miyada saqlanib qoladi va yillar davomida u keyinchalik kasallik chaqirishi mumkin. Nima uchun bu bunaqa holat kuzatiladi? Chunki 2 yoshgacha bo'lgan bolalarda asab tizimi va immun tizimi oxirigacha rivojlanmagan bo'ladi. Va bu virusga imkoniyat beradi miyaga o'rnashib olishga. Va 5, 6, 7 mana maqolalar bor. Adabiyotda 15 yildan keyin ham bemorlarda qizamiq o'tkazgandan keyin miyada o'zgarishlar, ya'ni sklerozovchi panensefalit kasalligi rivojlanar ekan. Bu kasallikni oldini olish hozirgi kunda yagona yo'li bu qizamiqqa qarshi emlanish. 1 yoshgacha bola qizamiq bo'lish kerak emas. Chunki onadan homiladorlik paytida antitanachalar o'tadi. Shu qizamiqqa qarshi antitanachalar. Shuning uchun 1 yoshgacha bo'lgan bola kasallik bo'lish kerak emas. Aslida. Balki u onani o'zida antitanachaning o'zi kam. Adabiyotlarda aytilyapti, emizishga bog'liq emas ekan. Sut orqali antitanacha unaqa ko'p miqdorda o'tib va himoya qilmas ekan. Aynan shu homiladorlik paytida o'tish kerak. Keyin yana bitta qizamiq shunaqa xususiyati bor. Adabiyotlarda o'qiganman. Qizamiq o'tkazgan bolani immuniteti, rus tilida desak, obnubleniya bo'ladi. 0 ga chiqib qoladi. Shu boshqa kasalliklarga ishlab chiqarilgan immunitet keskin tushib ketar ekan. O'shanda bola steril bo'lib qoladi. Boshqa kasalliklardan kasallanish tez-tez uchraydi.